Hazrati Luqmon alayhisolatu vassalom hojasi bilan hojasining uyida xizmat qilib yurganda, hojasi boqqa kelib, u kishidan bog'dan bitta mana u mevadan olgin deb yoniga meva qo'yibdi. Meva nihoyatda achchiq ekan. Hoja uni bilmas ekan achchiq mevaligini. Hazrat Luqmon alayhisalom haligi mevani yeb ko'rsalar zaharga o'xshagan narsa ekan. Qasir qilib og'izlarini suvini oqizdirib yuribdilar. Xo'jayin o'yladiki, shu darajada shirin narsa ekanda, mana yeb ko'rsam, shunday olibdi-yu, og'ziga olib tupurib yuboribdi. Bu ovqat yeydi, bu meva achchiq narsa ekan. Seniki qanaqangiz? Ha, meniki ham achchiq debdi. Ha, nima uchun aytib qo'ymading shuni achchiq debdi desa, bu qo'lingizdan necha marotaba shirin mevalarni yedim, bir ikki marta achchig'ini yesam yebman-da debdi. Er bilan xotin bir-birini munosabatida shu vaqtgacha ko'rdim, bundan yaxshiliklarni ko'rdim, bir ikki marta qilgan achchiq gapini ham ko'taraman-da desa, bu ham bundan necha marotaba menga rohatlar yetdi, endi bir ikki marta qattiq gapirgan gaplariga sabr qilaman-da desa, dunyoda eng baxtli, saodatli hayotni shu odamlar o'tkazadi debdi. Bu gaplarni aytgan zotlarni Xudo taolo tiriklarni umrlariga uzoqlik, o'tib ketganlarni Xudo taborak va taolo ajr azmlar bilan go'rlarini nurga to'ldirish bilan Xudo e'zozlasin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.